Assalomu alaykum hurmatli aziz obunachilar, aziz yurtdoshlar. Xudo xolasa navbatdagi obyektimiz ko'rib turibsizlar mana shu ko'rinishga yetib keldi. Razmerlari, rasxodlari haqida qo'ldan kelgancha tanishtirib o'taman. Devorlarimiz mana shunday dekorativniy PVX bo'ldi. PVX panel deydi kimlardir tekstolit deydi. Shundan bo'ldi. Ko'rib turibsizlar, 6 dona ketgan. 195 ming so'mdan oldik narxini. Pollarimizga 60 ga 60 kafeldan bosib berdik. Traplarimiz mana shu ko'rinishda. Dushoboy simestitilimiz ajoyib holatda turibdi menimcha. Pollarimiz, patologimiz Decor Plus, mana shunday to'rtburchak 36 wattlik lampalarimizdan qo'yib berganmiz. Fortichkamiz mavjud, havo almashtirish uchun, ozgina bo'lsa ham yorug'lik tushib turishi uchun. Unitazimiz ko'rib turibsizlar, quyma unitazlardan. Sifati yaxshi, xudo xolasa. Mana vakuumli. Rakovinamiz 60 santimetrli rakovina. Ulanishlari ham mana shunday kontrol kranlari bilan. Mana shu narsani ko'pchilik qo'ymaydi ekan, mana shu narsani. Mana shu narsani qo'yish kerak. Mobodo mana shu turbalardan suv oqib qolsa yoki o semestitel chatoq bo'lib suv oqib qolsa, butun hamma joyda o'chirib yurmaydi-da, ashetda o'zidan, mana shu yerda o'zidan shunday bekitadi. Turbani shilankasini alishtirib olsa bo'ladi. O'shuning uchun sizlarga ham tavsiya berib qolaman. O'shunaqa narsani qo'ydirib ketinglar yoki ustakalar qo'yib ketinglar iltimos. Bitta joyda rosa qiynaldik. Mana shu narsa qo'yilmagan ekan. Отсекающий kran deydi kimlardir kontrol kran deb qo'yadi. Shunaqa narsa qo'yish kerak albatta. Xo'p, ko'rib turibsizlar, mana stakanchik, sovun qo'yadigan, semestitel, mana shunday polka, tepasida oyna, oddiyroq bo'lgan. Kalso sochiq uchun. Bu yerimizga mana barner sochiq ilish uchun sushilka qo'yilgan, mana bu tomonimizda vishilka mavjud. Pollarimiz, isitish tizimimiz kabel orqali, kimlardir biladi, kimlardir bilmaydi, ma'lumot uchun aytib o'taman. O'zi isiydigan kabellar mavjud. Shundan rezetkali qilib qo'yganmiz. O'sha kabelimiz miyasi shu yerda o'chiradi, yoqadi, taymerga qo'yadi, necha soat yonib turishini balandlatadi, pastlatadi. Xullas mana shunaqa miyasi mavjud. Sinab ko'rdik, xudo xolasa effekti yaxshi. Mana shu ko'rinishda bo'lib turibdi. Xo'p, xonani razmerlarini aytib o'tadigan bo'lsak, bunaqasiga 1.60 bo'lgan, 1.60 ga 2.30 bo'lgan uzunligi. Bo'ylari esa 2.20, standartida ham 2.20 bo'ladi. 2.20 qo'yilgan mana. Mana bu yerimiz bardor qilib, bu tomoni alohida qilib ajratib qo'yilgan. Ko'rib turibsizlar. Xo'p, kanalimizda yangilar kanalimizga obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlashda davom etib turasizlar. Kimda qanday savollar bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'ysanglar, qo'ldan kelgancha javob berib o'tishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Hozir Toshkent viloyati Parkent tumani Krasnogorskiy degan joydamiz xullas. Krasnogorskiydamiz. Klientlar bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasizlar, mana shu o'rtadamiz. O'tamiz, ko'ramiz joyni. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib beramiz. Xudo xolasa. Mana. Hop. Videomizda xato kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'rab qolamiz. Kamchiliklarimiz bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozib qo'yinglar. Xudo xolasa keyingi videolarda kamchiliklarsiz videoga olishga harakat qilamiz yoki-da baniya qurishga harakat qilamiz. Menimcha hamma yoqda tushuntirib o'tdim. Hamma yoq bo'ldi. E'tiborlar uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.